Ham kotol, ham konditsioner vazifasini bajarib, issiq suv bilan ham ta'minlangan qurilma bor. Bu issiqlik nasozlari. Issiqlik nasozi atrof muhitdagi past haroratni yenglab, uni binoni yoki suvni qizdirish uchun yuqori haroratga aylantirib beradi. Issiqlik nasozi ko'p funksiyani bajaradi, ya'ni qishda xonani qizdirib, gaz yoki elektr kotol vazifasini bajaradi. Uydagi radiator cho'pli bo'lib, to'liq issiqlik berib, uyni qizdiradi. Shu bilan birga issiq suv bilan ham ta'minlab turadi. Yozda esa xonani sovutib, konditsionerni o'rnini bosadigan funksiyasi ham bor. Zo'r joyi shuncha ish bajarsam, kam rasxod talab qiladi. Masalan, oddiy elektr kotol 1 kW energiya sarflab 1 kW issiqlik bersa, issiqlik nasozi 1 kW energiya sarflab 3-5 kW gacha issiqlik berib biladi. Shu joyning o'zida oylik kommunal rasxod 2-3 barobar kamayishini olib kelish mumkin. Yana bir tarafi, bunda is gazidan zaharlanish xavfi yo'q. Issiqlik nasozlarining turlari, foydalari, kimlar uchun mosligi bo'yicha o'zlarimiz o'rnatgan ishlab turgan loyihalarimiz misolida keyingi videoda ko'rsangiz bo'ladi.